Hurmatli Zelesiy ishg'ovotlari, mana bizga turnir kelgan. Turnirimizni o'ynab, rezultatini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bizda yangilik. Nico Williams 96 bo'ldi. Eng full kartasi, jahon chempionligi bilan tabriklayman Ispaniya muxlislarini. Bizning endi jahon chempionati yakunlandi. O'yinchilarni sotib yuborish uchun 48 soat vaqt talab qilmoqda. Endi biz Fransiyani tanlaganmiz. Turnirda bitta g'alabamiz bor. Qani davom ettirib o'ynab ko'rsatamiz bizga qanday o'yinchi tushadi va qayerlik. Qani boshladik yo'qsa. O 38-darajada, biz esa 35-darajadamiz. Turkiyalik Zelesiy bilan o'ynab ko'ramiz. O'yin boshlandi. Biz hujumkor taktikani yoqib o'ynaymiz har doim. Usmon Dembeleda top. Dembele Mbappega afsus xato yuz berdi. Imkon qadar bu turnirni yutishga harakat qilamiz, chunki bizga legendarniy agentlar juda ham zarur. Teo Hernandez afsuski to'pni oldirib qo'ydik. Hamma Fransiyani tanlab o'ynash tabiiy, chunki Fransiyaning tarkibi juda ham yulduzli va zo'r tarkibga ega. Fransiya noaniq zarba berdi raqibimiz. Biz pas bilan chiqishni ma'qul ko'ramiz har doim. Himoyadan. Qanotga uzun pas. Kundening pasi o'tmadi. Endi qanot bo'ylab hujum amalga oshirishga harakat qilib ko'ramiz. Kanatlardan etkili geliyorlar. Kylian Mbappe'ning zarbasi va gol. Qanotdan olib borgan hujumimiz juda ham yaxshi yakunlandi. Hisobimiz 1-0 birinchi taymda 23-daqiqasida. Internet biroz slablik qilmoqda. Yaxshi emas lekin. Usmon Dembele birga bir vaziyatga chiqib bormoqda. Ura olamizmi, yo'qmi? Shu yerda o'yinchini bir orqaga qaytarmoqchi bo'ldim, lekin menimcha o'tib ketsa kerak degan fikrga borib qanotga pas beramiz, lekin to'pni oldirdik. Turam iyi kontrol etti topu. Top forvette. Olisiyaga to'p. Kanatdan ko'chirib o'tdik to'pni. Juda ham qizg'in bo'lmoqda raqibimiz ham. Ana o'yinlardan emasligi ko'rinib turibdi. Bu markaziy hujumga Inter vakilini qo'yibdi. Inter 1-0 bitti. Ancak maçın sonucu henüz belli değil. Birinchi taym juda ham shiddatli o'tdi bizning. Birinchi taymdagi 1-0 hisobdagi g'alabamiz bilan yakunlandi. Ikkinchi taym boshlandi. Darhol hujum ileri doğru hücum ediyor. Afsus Usmon Dembele yana internetini biroz muhtemelen offside bo'lsa kerak. Bu gerçekten savunmanın üzerindeki baskıyı azaltıyor. Juda ham xavfli hujum uyushtirdi. Juda ham xavfli bo'ldi. Yana xavfli zarba bo'ldi. Burchak to'plari ijro etishda juda ham yaxshi ekan bu raqibimiz. Ana shundan foydalanib ketdi. Burchak to'pidan barobar hisobimiz qayd etilmoqda. Imkon qadar yutishga va samarali o'yin ko'rsatishga harakat qilamiz. Markazda to'pni boy berdik.
Top markazda. İyi dağıttı topu. Mbappe. Mbappe topu aldı önüne. Top Mbappe'de. Maç berabere. Fakat üstünlük kurdular ve golü arıyorlar. İyi pas attı. Afsus, hujumimiz yakunlandi. Juda ham noaniq zarba bo'ldi. Sakatlanmış gibi gözüküyor. Negadir ancak bularning o'yinchisi taraftarlar juda bunun ham devam tez edilmesini charchab umuyorlar. qolmoqda. Va Uzun bir taç. negadir Topu gerçekten çok iyi çeviriyorlar. o'yinchini tez almashtiryapti bu. Pozisyonu mükemmel şekilde tahmin etti. Berabere. Ancak Qarshi hujumni ushlashga harakat qilyapman, lekin Konde topu aldı şimdi. imkoni bo'lmayapti. Alan Sherki to'pni jarima maydonchasi tashqarisiga chiqarib yubordi. Endi zaxira o'rindig'iga murojaat qilsak ham bo'ladi. Usmon Dembeleni olib tashlash to'g'rimi degan qaror bor. Ezere Doué bor. Buni tushunsak bo'ladi. Komanni tushirsak bo'ladi. Kingsley Coman. Hop. Yeni oyuncular sahaya giriyor. Bakalım nasıl bir etki yaratacaklar. Taç atışı kısa kullanıldı. Ceza sahasına kesti. Bizning jarohimizni darvozabon juda ham ajoyib qaytarib qoldi. Bir kez Lekin daha juda ham kuchli izleyelim. zarba bo'lgan edi. Dembele köşe vuruşunu kullanacak. Ikkinchi qavatda Salibaning zarbasi darvoza to'siniga tegmoqda. Upamecano. Upamecano. Zarbamiz yana noaniq. Hakem offside Offside nedeniyle hakem. şu pozisyona bir kez Bir daha over bakalım şimdi. hisobimiz. Menimcha shu hisob bilan yakunlansa kerak. Nima deb Soğukkanlı bir o'ylaysizlar? pas. Oyuncu acı çekiyor gibi görünüyor. Umarım ciddi bir sakatlığı olmasın. Bakalım bu değişiklik ne gibi bir fark Alttan yaratacak. kiritamiz to'pni. Shu yerdan foydalanib keta olamizmi? Yo'q. Maç O'yin yakunlandi. Hisob durang. 1-1 hisob bilan yakunlandi birinchi o'yinimiz. Endi harakat qilamiz imkon qadar maksimal bu g'alabani boy bermaslikka. O'yinchilarimiz charchamagan unchalik. Alan Sherki juda ham yaxshi mavsum o'tkazmoqda. City tarkibida Jahon chempionatida ham juda ham yaxshi sermahsullik qayd etgan bo'lar edi, zaxirada qolmaganda menimcha. Nima deb o'ylaysizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Like bosinglar. Bizni qo'llab-quvvatlasanglar. Biz shunchalik harakat qilib sizlar uchun yaxshi videolar, kontentlar chiqarishni boshlaymiz. Mana bizning raqibimiz 39-darajada, biz esa 35-darajadamiz. Fransiyani tanlagan raqibimiz ham xayrlik. 3-1 dizilişine geçiyorlar. Bu diziliş Skor son almadık, yıllarda afsus. oldukça popüler hale gelmiştir ve takımlara sahadaki boşlukları kullanma Kanat imkanı ya. tanımaktadır. Kylian Mbappe. Kanatlardan etkili geliyorlar. Kafa vuruşunu kaleye yönlendirebildi. Xato zarba berib qo'ydim. Hayır. Xato zarba berib qo'ydim. Pozisyonla direkt içeri Sizlarga bir lifehack aytib ketay. Qanotdan to'pni o'yinga kiritganingizda strelkani darvoza tomonga burish shart emas ekan. İleri doğru hücum ediyor. Juda İsabetsiz ham bir şut kuchli oldu. Prosta to'g'riga qaratib seni Bu şut gol bossanglar olmadı. maksimal Top alta o'zingizga gitti. kerakli darajada Kaleci derin bir oh çekmiştir. bemalol chiqib ketsa Pasını bo'lar yolladı. ekan. Bemalol chiroyli pas bo'ladi. Seni bossanglar. Men shuni yaqindan beri Güzel oynadı. sinab ko'ryapman. Lekin juda ham yaxshi ish beryapti. Saliba aldı topu. Hozir ko'rsanglar ham bo'ladi. Boyagi ikkita golimizdan ham Kanattan shundan hücum foydalanib ediyorlar. juda chiroyli gollar urdik. Harika bir top yolladı. Ve topu aldı. Afsuski mana qayoqdan olish Golün pasi bizzat va kendisinden Dembele geliyor. gol urib Teknik ketmoqda. direktör oyuncusu bugün gol attığı için mutlu olacaktır. Top Dembele'de.
Usmon Dembele. Bu yil oltin to'pni kim oladi ya? Yana Messi'ga berib yuborishar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Bu atak onlar için sıkıntılı olabilir. Geriye sadece Fikirlerini yozib qoldiringlar. Meni çok qiziq juda. etrafını sarıyor. Harika Bu bir yil iş oltin çıkardı. to'pni kim oladi? İyi paslaşıyorlar. Kanatlardan etkili geliyorlar. Holatda Sirliklar bilmasdan iyi bir top yuqoridan alışverişi. bo'lar ekan. O'zi aniq topib, o'yinchini topib, Yetenek kokan bir pas zarba yolladı. beradi. İyi bir müdahale geldi. Soğukkanlı bir pas. Bu yaxshiligi o'sha o'yinchini Ceza nuqtasini sahasına doğru verdi pasını. yaxshi topar ekanda. Kafa Siz servis yaptığını strateji bilan pas söyleyebiliriz. berganingizdan uni pasi aniqroq chiqar ekan. 2-0 ga mag'lub bo'lmoqdamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Kamlik qila olamizmi? Mükemmel bir iş çıkardı. Afsuski internetimiz Şuameni'ye geldi top. unchalik yaxshi emas. Takım arkadaşını buldu. Olise to'pni İlk oldirdi. yarıda 2-0 Olise to'pni oldirdi. Juda ham yaxshi qofiyali gap bo'lar ekan. Ispaniya Fransiya o'yinidagi hisob qayd İkinci yarıda daha iyi etilmoqda. oynamaları gerekecek. Şu anda Kim o? gerideler. Fransiya comeback qila Pas olmagan trafiği edi. adeta akıyor. Çok akıcı bir oyun Biz comeback sergiliyorlar. qila olamizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Qanotga pas berildi. Tehlikeli bölgeye yolladı topu. İniyor, kurtardı. Qanotlar juda faol ishlar ekan. Raqibimizda. Mbappe Qanotlari topu juda aldı ham önüne. faol. Cherki topa sahip oldu. Çok net bir fırsat yakaladı. Va nihoyat biz ham bir gol oldik. Usmon Dembele. Bu yil endi Kylian Mbappe oltin to'pni oladi desam, Bakalım şimdi ne Kylian olacak? Mbappe hech qanaqa sovrin yuta olmadi. Sovrin jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, Jahon chempionatidagi o'yinlar juda ham sermahsul, lekin oltin to'p oladigan darajadagi o'yin ko'rsata oldi deb o'ylamayman. Usmon Dembeleni. Bu atak onlar Kylian için Mbappe'ni. sıkıntılı olabilir. Geriye sadece kaleci Endi bu geçmek yerda kaldı. Ve top ağlarda. Gol. yana bir Hat-trick'i fazlasıyla Tamam. kesmişti. O bambaşka bir agarda seviyede. Dembele'ga Bazı bersa ham oyuncular bo'ladi, yorgun chunki görünüyor. Dembele Bu yüzden değişiklikler Chempionlar Ligasi, Fransiya chempioni. Kante. Xullas, o'yinchi hamma kuboklarni yutdi. Usmon Dembele. Bitta jahon chempionatidan tashqari, jahon chempionati asosiy favorit. Çoktan geriye düştüler. Eğer Maçı daha asosiy fazla rolga geride chiqargan götürmek bo'lsa, istemiyorlar. Bu yüzden bir an önce buna bir Yamal çözüm bulmaları lazım. Gol mü geliyor yoksa? ham Gol mü geliyor konuşmamız yoksa? yok. Orada gerçekten çok iyi iş çıkardı. Yamalda ham imkoniyat juda ham yaxshi deb o'ylayman. Agar, Doğrusunu söylemek bu gerekirse yerda jahon buradan chempionati geri dönüş bilan chiqargan pek bo'lsa, mümkün jahon görünmüyor. chempionatida Yamal ko'p gol urib tashlamadi. Topla koşmayı seviyor. Bu yil Mbappe topu aldı önüne. oltin to'pni aniqlash biroz qiyin bo'lsa kerak menimcha. İyi tahmin. Ceza sahasına kesti. Muhteşem bir Biz gol. ikkinchi golni urib Maçı oldik. orada buldular. Bu onun ikinci golü. Chunki yaqqol bir favorit ko'rinmayapti men uchun. Bakalım Men maçın uchun gidişatı yana değişecek sizlar mi? uchun qanaqa shuni ham yozib qoldiringlar. Oltin to'pga favorit, Geriye doğru eng yaxshi yüksek bir favorit. pas attı. Bu yerda man Dembele bor. Endi agar Rodri deb yana ikkinchisiga Rodriga berishsa, men Rodrini qanaqadir ko'rmayman o'yinni. Qanaqa qilib bu bolaga oltin to'p berishdi, men shunisiga qoyil qolaman turib. Nima deb o'ylaysiz? Bu kim oladi oltin to'pni? Bizda Yamalning kartasi kelibdi. Lekin bizga Yamal kerak emas. U qanotimizda Olise bor. Bizga qora kartali o'yinchiga ham bir pog'ona qolgan. Nasib buni ham olib olamiz. Efirimizni shu yerda yakunlaymiz. Hammalarga kattakon rahmat. Fikringizni bildiringlar. Like bilan qo'llab-quvvatlasangiz juda ham xursand bo'lamiz.
Yuqorida aytilgan gaplarni izohlarda yozib qoldiring. Fikringizni biz uchun muhim. Ko'rib tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.